Ota-onaning aytgan gapi meni bir necha kun o'ylantirdi. Ustoz, bolam endi dardini menga emas, telefonga aytyapti. Bu shunchaki odat emas. Bu ota-ona va bola o'rtasidagi rishtalar uzilayotganining ogohlantiruvchi belgisi bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan ko'p ota-onalar sezmayotgan yana 5 ta eng og'riqli belgini ko'ramiz. Eng oxirgi belgi esa ko'p oilalarda allaqachon boshlangan. Videoni oxirigacha ko'ring. Balki bugun eshitadigan bitta maslahat kelajakda farzandingizni asrab qolar. 6-belgi. Bola yig'lashi bilan telefon berish. Telefon yig'ini to'xtatadi, lekin muammoni hal qiladimi? Supermarket. 4 yoshli bola shokolad so'radi. Ona olmadi. Bola yig'lay boshladi. Atrofdagilar qarayapti. Ona noqulay bo'ldi. Cho'ntagidan telefonni chiqardi. Bola 5 soniyada jim. Ona yengil tortdi. Ammo bola nimani o'rgandi? Yig'lasam telefon berishadi. Bola har safar kuchli hissiyot, yig'i, xafa bo'lish, jahli chiqishi paytida telefon olsa, miyasi asta-sekin shuni tinchlanish vositasi sifatida bog'lashi mumkin. Natijada keyingi safar ham his-tuyg'ularni boshqarish o'rniga telefon qidiradi. Yig'layotgan bolaga darhol telefon uzatish o'rniga ko'ziga qarang, quchoqlang, shunday deng: "Bilaman, xafa bo'lding." Bola avvalo tushunilganini his qilsin, keyin yechim izlang. Lekin bu hali eng katta muammo emas. Keyingi belgidan telefon bolaning eng muhim qobiliyatlaridan birini asta-sekin o'g'irlashini ko'ramiz. Bola kutishni bilmay qoladi. Mana shu belgi kelajakdagi sabrsizlikning boshlanishi bo'lishi mumkin. Oh no! Dada ishdan keldi. Ovqat tayyor bo'lishiga 10 daqiqa bor. Bola zerikdi. Darrov telefonni bering. Mashinada 15 daqiqalik yo'l. Telefon yo'q. Bola bezovta. Shifokor navbati. 5 daqiqa kutish kerak. Yana telefon. Telefon juda tez o'zgaradigan tasvirlar va darhol qiziqish uyg'otadigan kontent beradi. Shuning uchun kutish, sabr yoki zerikishni yengish bolaga qiyinroq tuyulishi mumkin. Sabr esa keyinchalik o'qishda, sportda va kundalik hayotda juda kerak bo'ladigan ko'nikma. Hattoki turmushda ham. Har kuni kichkina kutish mashqlari qiling. Masalan, muzqaymoqni 5 daqiqadan keyin yeymiz. Yoki avval ovqat, keyin multfilm. Shu orqali bola sabr qilishni ham mashq qiladi. Ammo keyingi belgi meni ustoz sifatida yanada ko'proq o'ylantiradi. Chunki bu belgi bolaning oilasi bilan munosabatiga katta ta'sir qila boshlaydi. Bola oilaviy suhbatlardan uzila boshladi. Telefon faqat vaqtni olmaydi. Ba'zida oiladagi eng qimmat lahzalarni ham sezdirmay olib ketadi. Kechki ovqat. Dasturxon atrofida hamma o'tiribdi. Dada bugungi ishidan gapiryapti. Buvisi kulgili voqea aytyapti. Faqat bitta odam jim. Farzandingiz. Qo'lida telefon. U kulayotganga o'xshaydi, lekin oilasi bilan emas, ekran bilan. Oiladagi oddiy suhbatlar bolaning nutqi, his-tuyg'ularini ifodalashi va yaqinlik hissini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Agar bu vaqt muntazam ekran bilan almashsa, bola tabiiy muloqotni kamroq mashq qiladi. Uyda bitta oddiy qoida joriy qiling. Kechki ovqat payti telefonsiz hudud. Boshlanishda 15 daqiqa kifoya. Muhimi, ota-ona ham shu qoidaga amal qilsin. Lekin hozir aytadigan 9-belgi ko'p ota-onalar uni oddiy odat deb o'ylashadi. Aslida esa aynan mana shu odat ota-onaning ovozini telefonnikidan pastroq qilib qo'yishi mumkin. Bola sizni eshitadi, lekin tinglamaydi. Mana shu belgi ko'p ota-onalar uchun oddiy odatdek tuyuladi. Aslida esa bu ota-ona va bola o'rtasidagi masofa asta-sekin ortayotganining belgisi bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring. Oxirgi marta bolangiz ko'zingizga qarab sizni qachon diqqat bilan tinglagan? Tasavvur qiling. Kechqurun siz ishni tugatib uyga keldingiz. Farzandingiz divanda telefon ko'rib o'tiribdi. Siz: "Bolam, bugun maktabda nima bo'ldi?" deysiz. U: "Hozir." Ammo ko'zi telefondan uzilmaydi. 1 daqiqadan keyin yana so'raysiz. Yana: "Hozir." Aslida u sizni eshitdi, lekin diqqati sizda emas. Faqat bir vaqtning o'zida ham ekranga, ham suhbatga teng darajada ajratilish qiyin. Shuning uchun muhim suhbatlarni telefon chetga qo'yilgan paytda qilish foydaliroq bo'ladi. Bolaga tinmay "Telefonni qo'y"
deb baqirishdan ko'ra, unga telefonsiz suhbat qilish uchun maxsus vaqt yaratish ko'proq samara beradi. Har kuni 20 daqiqa. Faqat oila, telefon yo'q, televizor yo'q, shunchaki suhbat. Shunday savollar bering. Bugun seni nima kuldirdi? Bugun nimadan xafa bo'lding? Bugun kimga yordam berding? Mana shu 20 daqiqa bolangizning butun kunini o'zgartirishi mumkin. Lekin hozir aytadigan oxirgi belgi meni ustoz sifatida eng ko'p qo'rqitadi. Chunki bu belgi paydo bo'lganida ko'p ota-onalar muammoni juda kech sezishadi. Bolangiz dardini sizga emas, telefonga ayta boshlaydi. Oh my god. Agar siz shu belgini sezsangiz, iltimos, bugunoq bolangiz uchun vaqt ajrating. Bir kun maktabda bir bola bilan suhbatlashdim. Undan so'radim: "Xafa bo'lsang birinchi kimga aytasan? Onangami, dadangami?" Biroz kutdim, lekin u: "Telefonimni olaman-da, shundoqqina multfilm ko'raman yoki mazza qilib o'yin o'ynayman. Shunda xafaligim ham o'tib ketadi, ustoz." O'sha javob meni uzoq o'ylantirdi. Chunki bola xafaligi o'tmadi, faqat bir muddat chalg'idi. Lekin bolaga his-tuyg'ularni tushunish, ular haqida gapirish va yordam so'rash ko'nikmasini ota-onasi o'rgatadi. Shuning uchun telefon hissiy yaqinlikning o'rnini bosa olmaydi. Tasavvur qiling, 10 yildan keyin farzandingizning muammosi bor. "Bolam, nima bo'ldi senga?" deb so'raysiz. U esa "Hech narsa" deydi, eshigini yopadi. Telefonini oladi. Siz esa tashqarida qolib ketasiz. Hech bir ota-ona bunday kunni xohlamaydi albatta. Hozirgi o'yin yoki telefon bilan vaqtini, dardini o'tkazar. Lekin bilasiz, turli xil ilovalar chiqib ketgan. Dardini ular orqali hal qilayotgan bo'lsa-chi? Ular bolangizni o'ziga hissiy qaram qilib olayotgan bo'lsa, siz kelajakda nima qila olasiz? Ko'rib turibsiz, global muammo. Hattoki ilovalarga turmushga chiqish, ilovalarga uylanib olish ham kuzatilayotgan zamonimizda. Siz farzandingizni bunday fojiadan qanday qilib asrab qolasiz? Bugundan boshlang. Har kuni 15 daqiqa faqat bolangiz bilan telefonni boshqa xonaga qo'ying. Ko'ziga qarang, shoshirmang, faqat tinglang. Ba'zan bolaga eng kerakli narsa maslahat emas, dakki emas, faqatgina uni tinglaydigan ota-onadir. Telefon dushman emas, lekin u ota-onaning o'zini bosmasligi ham kerak. Farzandingiz ertaga kimga dardini aytishini bugungi odatlari hal qiladi. Agar bugungi videodagi belgilar sizni o'ylantirgan bo'lsa, uni boshqa ota-onalar bilan ham ulashing. Balki shu video yana bir oilada ota-ona va bola orasidagi suhbatni qaytarar. Suhbat sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va uni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Mehr bilan o'rgatamiz, ishonch bilan ulg'ayamiz. Sohiba ustoz bilan.